Senga shuncha kitobni nima keragi bor? Ularda ajdodlarimizning o'gitlari yozilgan. Unda madaniyatimiz, yutuqlarimiz, tariximiz mujassam bo'lgan. Voy, ha, Gami tarixi meni bosib qoldi. Qara, nima qilib qo'yding? Kechirasan. Yo'q, baqaloq, bu juda ajoyib. Bu yerda eshik borligini bilmagan ekanman. Qani, bo'la qol. Tasavvur qilyapsan, baqaloq. Bu yerda 100 yildan beri birorta Gami bo'lmagan. Bu eshik ortida ko'hna Gamilarning katta siri yashiringan bo'lishi mumkin. Qiziq, eshiklar ham ko'p, sirlar ham ko'p. Buni qara. Bu yana nimasi? Bilmadim. Qara, baqaloq. Buni ko'hna Gamilar yasashgan ekan. Baqaloq. Men bu yerdaman. Menga qara. Voy xudoyim, baqaloq hech narsaga tega ko'rma. Ha, qandaydir eski matoh. Ko'rdingmi? Ishlab ketdi. Voy! Baqaloq, uni o'chir. Zo'r ekan. Kel, sen ham sinab ko'r. Voy! Yordam bering! Bas qil, o'chir dedim. Eplolmayapman. Yordam bering! Jinursin o'zi nima bo'ldi? Kimdir bezorilik qilyapti shekilli. Baqaloq kulfatda. U mashinadan tusholmayapti. Eshityapsizlarmi? Tusholmayapti. Mashina qayerdan keldi? Men haliga tushuntirishga vaqt yo'q. Ketdik, uni qutqaramiz. Qirol Grigorning o'ng qo'liga qo'l ko'tarishga kim jur'at etdi? Qo'rqoqdek qochmay